ijtimoiy uçur vasıtlarına bir haber uçup yürüdü. Muhalefetçi Xitaylarning torbatlarida chiqyapti hozir. Bu Vinjabovning uyiga Xi Jinpingning adamlar bostırıp kirib aqtirib, u yerda masalan shu sekreteri, Vinjabovning sekreteri bilan qo'shib 10 ga yaqin odamni tutqun qilganligi haqida. Siz bu haqda boshqa bir yangi bir xabarga erishdingizmi? Nima ishlar bo'lib ketyapti? Bu haber xeyli baldırlı bir haber bo'lgan, ama bu resmi haberlerde çıkmagan hamdi. Ha. Şu sırtdaki, chet eldagi Xitoylarninki Xo'sh. haberlerde bo'lgan. Yalnızla Vinjabov emas, yani o'tmishdagi amaldorlar, pensiya chiqib bo'lgan amaldorlarni uyga kirib mushta tekshirib qilyotdi deydi. Demak, agar rost bo'lsa, demak Xi Jinping o'zini bakla ishonchsiz bir muhitda yashayotganini his qilayotgan o'xshaydi. Yani bu yangi programda dedik, bu Xi Jinpingning gumondarlik bir psikologiyasi sari yükselyotganligini, To'g'ri. ve o'tganimda dedik, bu hükümdarlar şu bütün mutlak kuchni qo'liga tushagandan keyin ondan keyin tövenge qarab mangdu deb, yani acizlashga qarab mangdu deb bir qancha tarixchilarni deb bergan o'tganda. Shuni agarda siz degan shu xabarlar rost bo'lgan bo'lsa, demakki Xi Jinpingningki o'rni sari bu ishonchsizlik tuyg'usi bilan devam qilayotgan bir ahvol mavjud deb tushunsak bo'ldi. To'g'ri.